Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Finance Muallim va Hammasi moliya haqida kanalda yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi darsimizda moliyaviy hisobotlarni aniqlikligini ta'minlashda eng muhim hisoblangan mavzulardan bittasi accruals and prepayments, ya'ni hisoblangan xarajatlar va oldindan to'lovlar haqida gaplashamiz. Ushbu mavzu year-end adjustment, ya'ni yil yakunidagi tuzatishlarni tushunish uchun poydevor hisoblanadi. Bugungi darsimizda biz quyidagi 5 ta asosiy bo'limni ko'rib chiqamiz. Birinchisi hisoblash accrual basis tamoyili, ya'ni IAS 1 bo'yicha standartlarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi accrued expenditure, ya'ni hisoblangan xarajatlar. Ya'ni expenses incurred but not paid. Ya'ni xarajat qilingan, lekin hali unga pul to'lanmagan. Uchinchisi prepaid expenditure, ya'ni oldindan to'langan xarajatlar. Masalan, qanaqadir xarajatlarga oldindan pul to'lab qo'yilgan, lekin uni hali olinmagan, masalan, mahsulot bo'lsa olinmagan yoki xizmat bo'lsa bajarilmagan. Xuddi shunaqa income bo'yicha, ya'ni accrued and prepaid income, daromadlar bo'yicha tuzatishlar va oxirida financial statement presentation, ya'ni ularni moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotda aks ettirilishi. Shularni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, endi bir boshidan boshlasak, birinchisi accrual basis of accounting, ya'ni hisoblash tamoyili. Definitionga ko'ra, ya'ni xalqaro moliyaviy hisobotlar standartiga IAS 1 ga ko'ra, moliyaviy hisobotlar accrual basis, ya'ni hisoblash tamoyili asosida tayyorlanishi kerak. Ya'ni except for cash flow information, ya'ni transaksiya puli to'langanmi yoki olinganmi uni farqi yo'q. Ular sodir bo'ldimi, shu sodir bo'lgan davrda tan olinishini talab qiladi. Conceptual frameworkda ham xuddi shuni ta'kidlanyapti, ya'ni transaksiya qachon sodir bo'lsa, o'shanda rekord qilinishi kerak, ya'ni qayd etilishi kerak. Masalan, elektr energiyasidan dekabrda foydalandingizmi, demak, bu xarajat dekabr hisobotida aks ettirilishi kerak. Pulni masalan yanvarda to'lagan bo'lsangiz ham. Shuni aytyapti, ya'ni this applies even if cash receipt and payment arise in different reporting periods. Shuni nazarda tutyapti. Masalan, applications to key areas, ya'ni qachon, qayerda foydalanadi. Masalan, sales revenue recognized when goods services are supplied, not when cash is received. Ya'ni biz qarzga, ya'ni kreditga sales qilardik. Shunaqa paytda bunga misol ko'rishimiz mumkin. Masalan, biz qarzga sotsa ham, pulini hozir olmasa ham, masalan, hozir fevral bo'lsa, fevralda yozib qo'yamiz o'zimizga income, ya'ni revenue, foyda qilib. Purchase matched to the period in which they occurred. Bu ham xuddi shunaqa. Masalan, purchase nimadir sotib oldik biz qarzga, lekin hali pulni to'lamadik, lekin bu oydagi xarajat bo'lgani uchun bu oyga yozib qo'yamiz. Cost of sales ham, ya'ni opening and closing inventories adjustment ensure proper matching. Ya'ni bu oyda sotilgan mahsulotlarning tannarxi shu bu oydagi tannarx, ya'ni cost of sales ga kiritilishi. Va expense rent, electricity, telephone match to the period incurred. Ya'ni xuddi hali yuqorida keltirgan misolimga o'xshab, masalan, elektrdan yoki gazdan bu oy foydalanamiz. Masalan, keyingi oy to'lasa ham bu oyga to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu oyga reportida ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi qismga o'tsak, ya'ni accrued expenditure, hisoblangan xarajatlar. Definition, ya'ni ta'rifga keladigan bo'lsa, an accrual arises when expense of the business relating to the year have not been paid by the year end. This will reduce profit for the year. Ya'ni bular hisobot davriga tegishli bo'lgan, lekin hali to'lanmagan xarajatlar bu foydani kamaytiradi va biz uchun majburiyat, current liability hisoblanadi. Buni qanaqa tan olamiz? Provodkasi, ya'ni debitda expense, ya'ni xarajatimizni tan olib qo'yamiz va kreditni accrual qilamiz. Kreditni o'zi biz cash aniq qilardik. Masalan, cash yoki bank bo'lardi. Masalan, bankdan to'lasak, biz to'lamadik, bizda qolib ketdi. Shuni biz o'zimizga majburiyat qilib, ya'ni current liability, qisqa muddatli majburiyat qilib tan olib qo'yamiz. Financial statement impact, ya'ni moliyaviy hisobotlarga qanaqa bu ta'sir qiladi desa, mana profitga expense oshadi va bu foydani kamaytiradi. Statement of financial position, ya'ni balance sheetga bu current liability ni ko'tarib qo'yadi. Ya'ni mana bitta accrual oshyapti va expense ham oshyapti. Mana misolda ko'radigan bo'lsak, an accrual of $500 is required for the telephone expenses at the year end. Masalan, $500 o'sha tarifi deylik. Masalan, tarif uchun $500 to'lanish kerak. Masalan, yil oxirida to'lanmadi, keyingi periodga o'tib ketdi, lekin bu oyga hisoblanadi, ya'ni bu davrga hisoblanadi va accounting entry, ya'ni provodkani shuna urib qo'yamiz. Debit telephone expense $500 ga va accrual, ya'ni current liability kiritib qo'yamiz. Bu qanaqa ta'sir qiladi? Mana profit impact reduced $500 ga
va liability current oshirib qo'yamiz. Va bu yerda common examples, ya'ni quyidagi holatlarda shunaqa accruals ishlatiladi. Masalan, electricity aytib o'tdik, masalan, svet ishlatdik, lekin hali to'lamadi yoki wages, masalan, oyliklar masalan berilmay qolib ketishi mumkin yoki interest qanaqadir protsentlar yoki professional fees qanaqadir o'sha xarajatlar professional shu chaqiramiz ekspertlar, ular xarajatlari hali berilmay qolib ketgan bo'lsa, ularni ham shu accrual qilib o'zimizga current liability qilib tan olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyingi 3-qismga o'tadigan bo'lsak, prepaid expenditure, ya'ni oldindan to'langan xarajatlar. Definitioniga keladigan bo'lsa, a prepayment arises when some of the following years expense have been paid in the current year. Ya'ni keyingi yillik xarajatlarini hozirgi, ya'ni current bu yilda to'lab qo'ysa, o'shanda prepayment, ya'ni oldindan to'lov amalga oshadi. Impact deyapti, ya'ni qanaqa ta'sir qiladi? Creates a current asset in the statement of financial position and increase profit. Ya'ni bunda nima deyapti? Prepayment amalga oshirilganda bu prepayment bizga current asset hisoblanadi va foydamizni ham oshiradi. Buni tushunish uchun journal entry shu provodkaga qarashimiz kerak bo'ladi. Mana debitda prepayment kiritamiz qanchadir summaga va creditda expense. Ya'ni bizga qanaqadir shu expenseimiz bor edi, lekin u keyingi yilga tegishli hozir to'lab qo'yamiz va debitda prepayment. O'zimizga xuddiki qisqa muddatli aktiv qilib kiritib qo'yamiz. Mana financial statement impact keladigan bo'lsa, ya'ni bu moliyaviy hisobotlarga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Mana profit and loss P&L accountda expense kamaytiradi. Expense ya'ni xarajatni kamayishi profitni oshishiga olib keladi. Statement of financial position, ya'ni balance sheetda current assetni oshirib qo'yadi, ya'ni qisqa muddatli aktivimiz oshib turadi. Xuddi bizda prepayment bu tovar yoki xizmatga to'langan agar summa desa, xuddi shu bizda bor, xuddiki o'sha narsa o'shani nima desa bo'ladi? Shunaqa vakolati bor, lekin hali biz o'shandan foydalanmaymiz. Bizda xuddi u aktiv deb hisoblanib turadi. Va qachonki ishlatganimizda keyin uni o'chirib qo'yamiz prepaymentni. Mana misolga qaraydigan bo'lsak, masalan bitta ssenariy berilgan. A prepayment of $1000 is included for the insurance in the financial statement. Ya'ni keyingi yilga masalan shu sug'urta xarajati bu yil to'lab qo'yildi. Qanaqa accounting entries, ya'ni provodga beramiz. Debitda prepayment, ya'ni bu keyingi yillik xarajatida prepayment qilib qo'yamiz va kreditda insurance expense xarajatni ya'ni kreditlab qo'yamiz. Ya'ni biz insurance expense qilib debitda berishimiz kerak edi. Ya'ni bu expense bu normal debit account edi. Ya'ni bu yilga tegishli bo'lmagani uchun xuddiki biz expense, ya'ni xarajatimizni kamaytirib qo'yganini ko'rsatamiz. Mana profit impact bu xarajatimizni kamaytirganimiz uchun foydani ham mingga oshiradi va SFP balance sheetda current asset qisqa muddatli aktivimizni ham mingga oshirib qo'yadi. Yana common examples beryapti. Yana qanaqa holatlarda bu ko'pincha ishlatiladi? Masalan, insurance premiums. Insurance premiumsda masalan 1 oylik to'lasangiz, masalan 60 ming deydi, lekin masalan 1 yillik to'lab qo'ysangiz sizga qanaqadir 35% yoki 25% skidkada tushadi deydi. Xuddi masalan Telegram premiumga o'xshab. Masalan 1 oylik qilib to'lasangiz $309 dan tushadi, lekin shu 1 yillik to'lab qo'ysangiz sizga shu 209 mi shunchadan tushadi. Xuddiki shu 35% skidka deb qo'yadi. Shuning uchun ko'pchilik shu skidkadan foydalanish uchun shu 1 yillikni to'lab qo'yadi. O'shanda faqat 1 oylikni o'zini current statement of financial position, statement of income statementga kiritiladi, ya'ni xarajat qilib 1 oylikni. Qolganlarini prepayment expense bo'lib turadi ular. Ya'ni rent xuddi shunaqa yoki annual subscription hozir keltirganim, ya'ni Telegram masalan subscription yoki boshqa subscriptionlar yoki service contract paid in advance. Xuddi o'shalar o'sha prepaymentga misol bo'ladi. Keyin endi expense accountni proformasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni T accountda shu accrual bilan prepayment qanaqa kiritiladi. Mana birinchisida mana keynote'ga qarasangiz, there may be a debit balance brought forward or a credit balance brought forward. Masalan, bizga T account berilgan bo'lsa, qanaqadir expense accountda masalan balance brought forward, ya'ni opening balance bo'ladi bular, yoki debit yoki creditda berilishi mumkin. Agar debitda berilgan bo'lsa, bu opening prepaid bo'ladi, ya'ni prepayment. Bizda oldindan to'lov bo'ladi. Agar credit balansda ochilgan bo'lsa, ya'ni opening accrued, ya'ni bizda qanaqadir qarz qolib ketgan bo'ladi. Va keyingisi payments made during year debited to the expense, ya'ni expense normal debit account deydi. Qanaqadir o'sha to'lovlar qilingan bo'lsa, debitda ko'rsatiladi. If there is a closing accrual, this is debit to expense to increase the charge to P&L and carried forward as credit balance.
ya'ni closing accountni beryapti. Masalan, profit or loss kiritilishi mumkin. Credit accountni va undan keyin qolgan closing. Agar debit accountda kiritilgan bo'lsa, bu closing accrued bo'ladi. Ya'ni biz shu balance of and closing account o'tgandek, ya'ni carried forward qilib olib qolingani debitda bu yoqqa diagonaliga o'tib, o'sha balance brought forward opening accrued bo'lib keyingi periodga o'tardi. Agar closing account balance carried forward qilib turib, agar credit accountda qolsa, keyingi periodga balance brought forward bo'lib opening prepaid bo'lib o'tadi. Mana muhim jihati, mana 5-chi agar notga qaraydigan bo'lsak, aytyapti, in an expense account there will be more debits than credits when balance of the net debit balance is taken to profit or loss. Ya'ni expense accountda credit transactiondan ko'ra debit transaction ko'proq bo'ladi. Chunki bu normal debit account. Ya'ni mana bu yerda total masalan paid, masalan expenselar ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan profit or lossda bo'lishi mumkin. Masalan prepaymentlar, qanaqadir keyingi yilga to'lanadigan masalan summalar bu yerga kiritilishi mumkin. Lekin ko'proq baribir debit balance ko'proq kiritiladi deyapti. Va o'shanda masalan balance off qilinganda o'sha net debit uni debitdan kreditdan debitni o'sha kreditdan ayrilib o'sha debit balansi keyin kelib chiqadi. Ya'ni debit balans kattaroq bo'ladi deyilyapti. Endi bu perioddagi expense, ya'ni bu davrga ketadigan P&L ketadigan expense qanaqa hisoblanadi desangiz, quyidagi formula orqali hisoblanishi mumkin. Mana expense for P&L, ya'ni cash paid birinchisi, ya'ni bu masalan davrda to'langan hamma xarajatlar va closing yoki accrual bo'lishi mumkin yoki prepayment bo'lishi mumkin. Agar masalan davr oxirida accrual bo'lib qoladigan bo'lsa, uni qo'shamiz. Chunki bu periodga tegishli bo'ladi. Keyingi periodga o'tib ketadi masalan qarz bo'lib. Closing prepayment bo'ladigan bo'lsa, uni ayirib tashlaymiz. Chunki bu oldindan to'lov bo'ladi. Keyingi periodga uni ayirib tashlaymiz. Bu davrga hech qanaqa daxli yo'q. Va keyingisi opening ham yoki prepayment yoki accrual bo'lishi mumkin. Agar opening prepayment bo'ladigan bo'lsa, uni qo'shamiz. Ya'ni o'tgan davrda bu davr uchun to'lab qo'yilgan xarajat bo'ladi va bu davrga tegishli bo'ladi. Uni qo'shib qo'yamiz. Agar opening accrual bo'ladigan bo'lsa, bu o'tgan davrdan qolib ketgan xarajat bo'ladi. Ya'ni bu o'tgan davrga tegishli bo'ladi. Uni ayirib tashlaymiz. Shu orqali expense for P&L, ya'ni bu davrdagi xarajatni topib olamiz. Mana endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, ya'ni 4-qism accrued and prepaid income, ya'ni hisoblangan va oldindan to'langan foyda. Mana accrued income definitioniga keladigan bo'lsak, income that has been earned in the accounting period but has not yet been received. Ya'ni biz qanaqadir masalan mahsulot sotganmiz yoki xizmat ko'rsatganmiz, lekin uni hali pulini olmaganmiz. Ya'ni shu accrued income deb hisoblanadi. Masalan journal entry, ya'ni provodkasi keladigan bo'lsak, debitni accrued income deb o'zimizga tanib qo'yamiz va kreditni income P&L ketadigan. Bu bizda profitni oshiradi, ya'ni income oshyapti va current assetni ham oshiradi. Ya'ni biz buni o'zimizga ya'ni qisqa muddatli aktiv deb tanib qo'yamiz. Masalan misollari keladigan bo'lsa, rent earned but not yet been received, masalan ijaraga mashina yoki masalan kvartira berib qo'yganmiz yoki interest earned but not received, masalan qanaqadir o'sha protsent bo'lishi mumkin yoki commission bo'lishi mumkin. Masalan o'sha oyda bizga shu tushish kerak edi, lekin hali to'lab berishmadi. O'shanda accrued income qilib o'zimizga tanib qo'yamiz. Masalan endi biz xizmat ko'rsatishimiz kerak edi yoki mahsulot berishimiz kerak edi, lekin hali bermadik. Ya'ni bu keyingi davrda berishimiz kerak edi. Bizga hozirgi current yerga masalan pulni berib qo'yishdi. Buni prepaid income qilib yozib qo'yamiz. Ya'ni definitioniga qarasak, income that has been received but relates to a future accounting period, also called deferred income. Ya'ni prepaid income deyish mumkin yoki deferred income deyish mumkin. Ya'ni pulini oldindan olib qo'yamiz. Ya'ni biz o'shanda o'sha prepaid income bo'ladi. Mana journal entry, ya'ni provodkasi debitni income P&L ketadi va kreditni prepaid income SFP ketadi. Bu income o'zi normal credit account edi. Debitni kiritib buni profitni reduce bo'ladi, impact'i. Kreditni o'zimizga liability, ya'ni current liability. Masalan biz
hali tovarni bermadi yoki xizmatni ko'rsatmadi, biz pulini olib qo'ydik, xuddiki biz undan qarzmiz. Shu current liability o'zimizga qisqa muddatli qarz qilib yozib qo'yamiz. Masalan, misollarga keladigan bo'lsak, rent. Masalan, biz ijaraga nimadir berganmiz, mashina yoki bino. Oldindan pulni olib qo'ysak, biz buni o'zimizga prepaid income qilishimiz kerak. Yoki subscription bo'lishi mumkin yoki boshqa servis fili bo'lishi mumkin. Agar oldindan to'lab qo'yilsa, biz uni o'zimizga prepaid income qilib yozib qo'yamiz va bu natijasida bizda mana profit kamayadi va qisqa muddatli qarzimiz liability oshadi. Mana endi income account ham proformasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, misol uchun bizga income account berilgan, qanaqadir masalan rentmi yoki boshqa. Agar debit balansda opening balance berilgan bo'lsa, ya'ni balance brought forward deb turib, opening balance debitda bergan bo'lsa, bu opening accrued hisoblanadi. Ya'ni o'tgan davrda biz o'sha foyda qilganmiz, lekin bizga o'sha pulni berilmagan. O'shani biz debit balansda shu opening qilib ko'rsatamiz. Agar balance brought forward deb turib, opening prepaid deb berilgan bo'lsa, ya'ni bu o'sha o'tgan davrda bu davr uchun o'sha pul berib qo'yilgan, nimadir xizmat uchun yoki mahsulot uchun bu opening prepaid bo'ladi. Ya'ni bu o'tgan yilga tegishli bo'ladi. Opening accrued o'tgan yili olishimiz kerak bo'lgan bo'ladi. Bu o'tgan yili masalan bu yil uchun berib qo'yilgan bo'ladi. Va undan keyin bank account total received. Ya'ni bu davrda o'zida qanaqadir shu foyda qilib turib pulini olamiz yoki yana accrued yoki prepayment sodir bo'ladi. Va qaysi birasi katta bo'lsa, o'shanga qarab o'sha balance carried forward qilamiz. Agar masalan debitda shu balance carried forward qilib balans qilsak, bu closing prepaid bo'ladi. Ya'ni biz ko'proq income qilgan bo'lamiz. Ya'ni masalan o'tgan keyingi masalan period uchun ham olib qo'ygan bo'lamiz. Agar balance carried forward qilib turib closing accrued bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biz hali bermagan tovarimiz yoki ko'rsatmagan xizmatimiz uchun shu ko'proq pul olib qo'ygan bo'lamiz. Va bu diagonaliga o'tadi keyingi davr uchun. Masalan, closing prepaid, balance brought forward bo'lib opening prepaid bo'lib o'tadi. Closing accrued xuddi shunaqa diagonaliga balance brought forward bo'lib opening accrued bo'lib o'tadi. Endi buni ham shunaqa topib olish formulasi bor, ya'ni bu oy uchun yoki bu davr uchun qancha income qildik. Mana cash received, ya'ni cash sales qilamizmi yoki boshqa cashga income qilinganda, hamma o'sha cashlar hisoblanadi, bu davrga tegishli bo'lgan. Va closing yoki closing accrued bo'lishi mumkin yoki closing prepaid bo'lishi mumkin. Ikkalasidan bittasi. Masalan, closing agar accrued bo'lsa qo'shamiz. Ya'ni bu masalan xizmat yoki xizmat ko'rsatilgan yoki tovar berilgan, lekin puli olinmagan shu accruedlar, ya'ni bu davrga tegishli bo'ladi. Prepaid bu keyingi davr uchun to'lab qo'yilgan masalan pullar. Bularni hali masalan tovar berilmagan yoki xizmat ko'rsatilmagan, masalan keyingi davrga tegishli. Bularni ayirib tashlaymiz. Xuddi shunaqa openingda ham masalan opening prepaid qo'shiladi, ya'ni o'tgan yili bu yil uchun berib qo'yilgan pullarda, ya'ni bu yilga tegishli edi, bularni qo'shib qo'yamiz. Opening accrued bo'lsa o'tgan davrdan qolib ketgan, o'tgan davrdan o'tgan pulni, bularni ayirib tashlaymiz. Shunaqa income for P&L, ya'ni bu davr uchun foydani topib olamiz. Mana endi statement of financial position, ya'ni balance sheetda prepayments bilan accruals qanaqa klassifikatsiya qilinadi. Masalan, o'zida ham alohida ko'rib chiqdik. Yana bitta umumiy ko'rinish. Masalan, prepayments are classified within trade and other receivables as current asset. Ya'ni oldindan to'lovlar current asset qilib prepayment, ya'ni qisqa muddatli aktivlarda ko'rsatiladi. Accruals are classified within trade and other payables as current liability. Ya'ni qisqa muddatli qarz, ya'ni majburiyat qilib current liability da shu accruals qilib ko'rsatiladi. Mana shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Agar unchalik tushunarli bo'lmagan bo'lsa, misollarga yetish orqali yana ham mustahkamlab olamiz. Practice darslarimizda, masalan, eshitishga, ko'rishga, tushunishga qiyin bo'lishi mumkin.
Lekin misol yechish orqali osonligini ko'rasizlar. O'shanga keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.